Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi darvozani ham ko'rishlaring mumkin. Xudo xohlasa juda chiroyli chiqqan darvoza. Faqat qo'l qo'yamiz. To'sib qolyapti. Iloji boricha to'liq ko'rsatishga harakat qilaman. 2 qavatli darvoza, 3 qavatli emas. Ya'ni 3-qavat bo'lsa, o'zingiz yaxshi tushunasiz. Tekror solib eshikni qilib, orqasiga tekis yopish 3-qavat hisoblanadi. Lekin hozir bu 1.8 listdan foydalanilgan va oldiga shershaviy, mana bu taqa gul deb nomlangan darvozamiz. Element gullardan iborat bo'lgan darvoza. Shuni hisobiga 2 qavat deyiladi. Yo'llari 10lik shiveler. Mana ikkita yoni pastda, tepa tomonlari taqiyalar esa unga 5 profildan ishlatilgan, foydalanilgan. O'lchamlari eni 394, balandligi esa 380. Ya'ni 395 yoki 4 ga 380 joyga bemalol joylasa bo'ladi. Qanotlar 384 ga, balandligi 3 metr. Ya'ni 3 metr to'liq ochiladi. Tepa tomoni taqiya hisoblanadi. Kalitkasi esa mana bu o'ng tomondagi kalitka. Arka gulli qilib ochilgan. Zamokda xabaringiz bor, borib o'rnatish jarayonida zamok qo'yiladi. Ba'zi bir joylarda kichkina zanglagan joylari bor. Umuman olganda nima desa bo'ladi, xavfli emas yoki bo'lmasa darvozaning sifatiga ta'sir ko'rsatadigan darajada emas. Buni bir qator olib ketishdan oldin bo'yab, ba'zi bir kamchiliklarni o'sha kraskani nazarda tutilyapti. Zanglarni yo'qotib, chiroyli qilib tozalab olib borib o'rnatib beriladi. Orqa tomonni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu orqa tomondan ko'rinishi, ya'ni 6 profildan ishlatilgan ko'rinib turibdi. Mana bu esa kalitka. 10lik zamokka joy tashab qo'yilgan, senter zamokdan foydalanilgan. Tepa taqiya. Kraska tomonlariga e'tibor bermaysizlar, buni chunki buni o'rnatish jarayonida yuqorida ham aytib o'tdim. Bir qator qarab, chiroyli qilib qayta bo'yab beriladi. Umuman olganda juda chiroyli yasalgan. Nima desa bo'ladi, materiallari ham hammasi joy-joyida, ochilib yopilishida ham hech qanday muammo yo'q. Kraskasi ham biroz chayinligini silib qolmaganda holati yaxshi. Dizayn jihatdan ham hech qanday materialdan ham qizg'anish bo'lmagan. Umumiy kvadrati deyarli 15 kvadrat atrofida chiqadi shu darvoza, ya'ni katta razmerda, o'lchamda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21.500 mingga vodiy bo'ylab o'rnatib beriladi. Boshqa joylarga, xudo xolasa ekrandagi raqamga chizsangiz, kelishgan holatda olib borib o'rnatib beramiz. Juda chiroyli, mana ko'ryapsiz. Qay darajada ko'ryapsiz kamerada bilmayman, lekin men real ko'z bilan ko'rib turibman. Juda chiroyli holatda yasalgan. Shu yerda o'tganda ba'zilardan kichik-kichik zang chiqqan joylari bor. Mana bir darajada ularni olib borib o'rnatish jarayonida uni remont qilib beriladi. Bu hech qanday sifatga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.